3 xonalik tayyor Yevroremont uyimizni ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Hozirgi manzilimiz Termiz shahar Yashil dunyoda, ya'ni Indinum savdo markazining qarama-qarshisida 7 qavatli yangi g'ishtli uylarning 3-qavatida umumiy maydoni 80 kvadrat bo'lgan 3 xonalik tayyor uyimiz sotuvda. Ko'rib turganingizdek, podyezdagi lift ko'rsatib o'tdim. O'zi 3-etajga lift keragi yo'q. Shundoq bo'lsa ham liftlar ishlab turibdi bezatkaz. Tashqi eshikdan kelishimiz bilan to'g'rimizda bizda kichkina detskiy xonasi ko'rib turganingizdek aboy qilingan. Koridorga bitta baho berib ketamiz, ya'ni uzunligiga. Yaqinda remontdan chiqarilgan, hamma narsasi noldan qo'porilib, remont qilinib, yashashga tayyor holatda qilinib qo'yibdi. Shunaqa keng 80 kvadratlik uy so'ragan tanishlarga pastki etajdan g'ishtlik bo'lsin deganlarga tashab qo'yamiz tezda. Narxini aytib o'tishdan oldin har doimgidek tekin bo'lgan aziz obunachilar like tugmachasini bosib qo'yamiz. Bu tekin. Demak, narxi kelishilgan holda 600 million so'm deb baholandi. Tepasida naqd pul bilan kelsangiz kelishadigan joylari mavjud aziz obunachilar. Kelishtirib olib beramiz. Naqd va ikkilamchiga sotiladi. Uchinchisi esa mehmonxonasi. Bu xona ham yaxshi aboy qilingan, ya'ni ikkita derazasi ko'chaga qaralgan. Ko'chaga qaralgan aziz obunachilar uyimiz. Demak, keyin esa hojatxonasi bilan dushovoy adin, eng muhimi. Gaz, suv, svetda aslo muammo. 3-etaj, katyollar o'ziga alohida qo'yilgan, duh kontorlar ko'rib turganingizdek oxirgacha kafillangan hojatxonalar. Bundan keyin esa dushovoy hisoblanadi. Dushovoyimiz ham mana juda yaxshi holatda turibdi. Bu yoqda esa oshxonasi. Tezda shoshilamiz. Shunaqa 3 xonalik tayyor Yashil dunyodan uy so'raganlarga tashab qo'yamiz aziz obunachilar. Bu esa oshxonasi ko'rib turganingizdek, ko'hna mebellar bor, gaz plitalar bor. Bog'lanish uchun nomer qoldiramiz. 99 kodi bilan 716 53 78 raqamlar WhatsApp, Telegram, Imo hammasi doimiy ishlaydi. Aslo muammo yo'q. Bu esa o'sha koridordagi notajnoy patologiyada oxirida ko'rsatib o'tib ketdik. Obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr.